Assalomu alaykum, G'iyos Burat kanaliga xush kelibsiz akalarim. Bitta layklar bosib qo'yib, mana shu videoni kengroq tarqatishga va musofirda yurgan akalarimiz do'stlarimizga yetib borishga nima deydi, qo'ldan kelgancha foydalashga bo'laylik. Chunki kechagina 30-yanvar kuni chiqqan video juda ham internetni porlatib qo'ydi. O'zbekistondagi hindlar bosh ko'tardi. Rossiyada to'polon qilishadigan bo'lsa, o'zimizda bosh ko'tardi. Marhamat, videoni ko'ring. Bu menimcha tushunish uchun yozib qo'yibdi. Inter Energetic kompaniya O'zbekiston. Tak Navoiy Actua Project. Demak, energetikada ishlayotgan endi ular oyliklarini olish olmagan. Videoni kuzatib ko'ring. Hindchani bilish shart emas. Bularni dardidan o'zi tushunib olsangiz ham bo'laveradi. भाई नमस्कार। हम लोग अभी यहाँ पे उज्बेकिस्तान इंटर इंजीनियरिंग के नवई अक्तवा साइड पे ये देख रहे हैं, हमारे पीछे जितनी भीड़ लगी हुई है ये सभी इंडियन हैं और इन सबका हम सबका जो है पिछले 5 महीने से सैलरी रोक दिया गया है और हम लोग 31 दिसंबर 2024 से बैठाए गए हैं। ये इस चीज को लेकर के कि हम लोग को पैसा मिलेगा और हमें टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, लेकिन कब तक मिलेगा इसकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग एम्बेसी के पास भी कॉल किए थे, एम्बेसी भी कुछ हम लोग का उस तरह से एम्बेसी भी हम लोग का कुछ सहयोग नहीं कर रही है। और आज हम लोग को लास्ट डेट दिया गया था कंपनी के द्वारा 30 जनवरी 2025 को उस चीज 2026 को उस चीज को लेकर के हम लोग आज अभी दोपहर के पहले भी आए थे, तो कंपनी के द्वारा बोला गया कि बाकी सारे भीड़ चले जाए और 2-4 लोग आकर के बात करें। 2-4 लोग गए बात करने के लिए, तो उन लोगों को उचित दबाव न दिया गया, बल्कि ऊपर से उनको दबाव दे करके उनको वापस भेज दिया गया। फिर आफ्टर लंच Nima bo'lgan taqdirda ham akalar, Rossiyada yurgan akalar do'stlarimiz endi ular kelib ishdan ayrilganlar yoki oylik maoshi kamayib ketganlar bo'lsa, akalar xafa bo'lmanglar. Bizani akalar O'zbekistonda turibsizlarda, alamlaring normalni olishyapti. Like bosib qo'yamiz akalar, kommentariyaga fikrlar qoldirib ketamiz. Sog' bo'lasizlar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaylik jigarlar.